ko'rinmaydi-ku, ha? Bulut to'svag'achqa ko'rinmayaptamdikan? Kentdan chiqqandila ko'rinadi degandi. Ajiba hech ko'rinmaydi. Anglashimcha burunqilar uning qarab nishonni farq etadigan. Hozir yo'llar yasilib ezib qoladigan ishlar yuz bermaydigan bo'ldi, ha? Shundoq bo'lib ketdi. Achu! Heliqtog'ni ko'rdingizmi? Yo'q, ko'mdim. Ajab yaxshi uxlabdimi? Lekin Xopino apandim kirpik qoqmadi. Nim bo'ldi, dada? Qaranglar, nima? Qushgan-ku. Tegi qushi-ku. Nima degan cho'ng qush? Aldirmanglar. Hozirlik qilishimiz, ha? Chu! Nima degan jiq? Rostla tegi qush ekan. Tegi qush? Rostla tegi qush ekan. To'g'ri, Argentinaning g'ayri qushi. Ha? Chu! Nima degan tez? Tövbe qush. Mana bu qushlarning podshosi deyildi ekan. Choruvchilar doim shuni yeydi. Bu qushning terisini aytib yumshoq, oliy darajali kiyim tikilib bo'ladi ekan texe. Tez yuguraydi ekan. To'g'ri, otdimi tez yuguraydi ekan. Paylimdan to'n yo'q turib, otdan tez yuguraydi ekan. Pey yo'q, ucholmag'achqa tez yuguraydi-da. To'g'ri. Mana qarab turib vaqtni yana bir mo'cha sarf qilib aytdik. Fiolina tog', qara. Rostla tog'ga. Bek test keldik juma. Ashtog'dan o'stakla bo'rankog'i bormiz, shundaqmi? Argentinaga kelgandan beri tunji qitim tog'ni ko'rishim. Tog' ko'rindi, demak yana 2 kunlik yo'l qoldi degan gap, ha? Bo'rankaning ko'chalari qandaqroqdi? Buenos Airesga o'xshab ketadi. Tanlar ko'chalari to'ptiz. O, qaranglar, oldimizdagi joy bugun kechada qo'nadigan joyimiz juma. Tugishib ketibdi emasmi? Ay. O't ketgan o'xshaydi, texi uzun bo'lmabdi. Herhalde dalada qo'nganda yaxshiroq bo'ladi, ha? Xopino apandim. Yana quduq bor ekan, qara. Suvim bor bo'ldi. Qarong'i tushguncha narsalarni yig'ishtirib, qo'nishga tayyorlanaylik. Dada, qarang-a. Buğa? Yaraysan Fiolina, yaraysan qizim. Marko, biz hozirlar o'g'liqni boraylik, ha? Qandoq dedim? Dada, osh qo'ral bilanmi? Albatta shundoq bo'ladi-da. Kundalik hali go'shtni yeyverib, zerikib yotdik. Bugun boshqa narsaning go'shtini yeb baqaylik. Qandoq dedim, ha? Konjeto, Fiolina, sizlar boshqa narsalarni yig'ishtirib, o'tni uzoq qalab bizni saqlab turinglar. Xo'p, sizlar ekildigan bug'u go'shtini saqlaymiz. Davatqinni qara, bugun o'zimni bir ko'rsatib qo'yay. Jura, Marko. Amsi bug'u go'sht kutinglar. Fiolina, yordamlashgin. Emilio, Jolita. Ne?
ketkende, müşe kirip ketkende kılıvedi bu. Qo'rqib ketib, yaning ostiga kirib ketdimi ya? Xapina efendim. Hı? Qara. Onun izi qara. Dal o'zi. Yaxshi, qo'g'layli Marko. Ha? Atla. Qani chiqib bu? Nayt ketkende? Ha, endi avar bo'lmayli Marko. Bayıq to'yga qushini olsaqmi bo'pti ekan. Ha, shunda qilsaqmi bo'pti ekan. Ana, o tarafga. Ha? G'alati ish. Soyisimi ko'rinmaydi g'o. Ha? Emasmi? Ha, g'alati ish qo bu. Xapina efendim. Kaynınız qara. Kaynınız ya. Ha, nima bo'ldi? Qarga. Kaynınız qarga. Marko. Marko. Tez. Tez edin Xapina efendim, tez edin. Atla, oxsilishni unutib qolibdimi? Endi qanday qilamiz Marko? Mushundaqla tug'shamdi Xapina efendim. Qo'rqma Marko. Asta-asta keyiniga chekinib fursat tepib, o'ladirilishimiz qarmay qochimiz. Qani chekinayli. Bildim Xapina efendim. Chekinayli. Ne bo'ldi Xapina efendim? Bo'lamidim. Qo'limda jon qolmadi. Tugishinagan bo'ldim. Xudo, o'z panohingda saqlag'aysan meni, qizlarim bor. Ularni beqishim kerak. Xudoyim, meni yana bir necha yil yoshi qilib qo'yg'in. Xudoyim. Unday qilmagin. Atla. Xapina efendim. Bunchilajik asek eshib qolmamdi. Ular jazman quruq qo'l qaytib keladi. Yana texi mening quralimdan qo'rqib hammamiz qochib ketdi deb keladi. Kech bo'lib ketdi. Ular nemishqa kelmaydigandi. U bizni yemetmedi o. Nazari ustun Amerika kishilari bizning go'shimizni tamsiz deb o'ylagan bo'lsa kerak. Cho'qim shundoq. Chatoq. Ne bo'ldi Xapina efendim? Amerika kishilari Conchito Fiolina, Julita Ameliolani yaratmisin yana? Tez yugurayli Marko, tez. Xapina efendim qara. Ular tirikkan. Keldinglarmi? Marko, Amerika kishilarining ishini ular hargiz etmayli, juma. Biz avval qosaqni to'yg'izib, andin otni akirib, ishik derazlarni ching etib olayli. Kecha otni o'chirib qo'yishga bo'lmaydi. Otni ko'proq akirib olayli. Qancha kech qoldinglar? Bizda ish chiqib qoldim-ki debdim. Kechiringlar. U bug'a daqfukan. Bizni aldab qochib ketdi. Rastavotmen Conchito. Biz uni qo'g'lab, yenigacha bordik. Men qoralni elib, qarg'a elib. Pang qilib otqandingiz o'q dal tegdi. Lekin u bug'a tuyuqsiz yo'qolib ketdi, shundaqmi? Bumi
yaxshi bo'pti. Bo'lmagan bo'lsa mening aytgan tamqimni kim ichadi? İşini başlayalım Marco. Nim bo'ldi? İşini be. Yeyme. Sizlarga nima bo'ldi? Bug'a o'ylamay xijil bo'layotgamsizlar nima? Balkim. Sizlar nima qilmoqchi? İşini be. Konularda tayyorlik yaxshi bo'lsa, bala qaza bo'lmaydi degan gap. Shunday emasmi Marco? Ha? Hada? Çö. 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 Dada. Daim sırtı turaversa adamning ichi og'rib qoladi ekan. Bu neymiş Marco? Çö. Hech ish bo'lmadi. Bo'ldi, biz narsa keraklarni yig'ishtiraylik. Marco. Bugun kecha ikkimiz navbat bilan kuzat qilaylik. Juma. Uqdim. Men tankechiga chiqaray. Faqat bo'lanmaganda seni chaqirman. Aldingmi? Tushundim, Xafina apandim. Bo'ldi. Sizlar zot nima ish qilyapsizlar, ha? Ish nima? Bunda qilsak sizlar xotirjam uxlay olasizlar emasmi? Ha? Shunday emasmi? Ha? Bo'ladi. Uxlag'in Fiolina. O'tin tanqich yetami? Ilohim, kechichi bir ish yuz bermay omon-eson o'tib ketsa bo'ladi. Undaq bo'lsa men uxlaverdim, ha? Uxlag'in. Senli uxlamabsan-da, ha? Ishqi yarimsangmi, amra bo'lsang, yurak butun turadi ekan. Anglayotamsan. Bo'libmi bugun? Yaxshi. Endi navbatchilik man keldi. Amidio, agar bir ish yuz bersa darhol meni chaqirg'in, ha? U rostla bu yerga kelib qolsa men cho'qim. Rost. To'g'ri. To'g'ri. Rost. Hay. Marco. Astaroq. Boshqalar uyg'onib ketmasa yana. Astaroq.
Köpçülükning hammasi sog' salomatkan. Ish bo'lmadi. Köpçülükning hammasi salomatkan. Marko. Amerika shiri ketib qoldi. Xafina efendim, Ish vaqasi yo'q, ha? meni kechiring, uxlab qopdimi? Ishqisi yo'q. Sizlarga nim bo'ldi? Atdeganda uxlamay. Tunugin biz bug'ni qo'llab ketib etib, bir Amerika shiriga uchrab qoldik. Amerika shiri? Uning cho'ng'ligi otchilik keladi. U tishlarini g'uchiriltib bizga qarab etildi. Shundoq. Yolg'on. Marko, bu rostmi? Şunun bilan Xafina efendim işimize... Shu chog'da biz bexatarlik ahvolda qoldik. Şunu sizlar tunugin ilqi. Shundoq. Amerika shiri oqshom yana keldi, qaramabsiz. Bu rostmi? Lekin uning tali yo'q ekan. U tomdan ustiga chiqishig'ila men qoralimni tanladim. Mana mandaq. Elgun kelsa, kelaqini. Men umoq qizlarim uchun jinimni tikib qo'ydim. Bugun sening bilan jonga jon, qonga qon elishiman. Bir pay o'q bilan seni midirlyanmas qilib etaman. Men shundoq deb vaqirsam, Amerika shiri quyrug'ini xada qilib tikib etdi. Shundoq bo'ldi. Dada, qarang. Qarang, dada. Puftizi. Aslida rostganda dada. Neda? Qani. Rahmat sizga dada. Men birozmi pulmi kechgach, shun sizni. Birisi keldi. Kim o? Yaxshimisizlar? Sizlar yo'lovchimi? Sizlar Ha, biz 3-4 kun bo'ldi. Bir Amerika shirini qo'g'lab yuramiz. Amerika shiri? To'g'ri, biz uni izlab yurimiz. U nihoyat vahshiy hayvon. Mush 10 necha kundan beri 20 kalini bo'g'ib o'ltirdi. Oqshom bu yerga mi kelibdi? Ha, rostganda. Shundoq, men bayla u bo'g'ib o'ltirib qo'ygan bir bug'uni ko'rdim. Xafina efendim onu qo'g'lab o'tibdi. Bo'lmasa u bizni yeb ketadi ekan. Nima? Amerika shiri odam yemdik-a? Ay, undaq emas. Uning mushiri g'alita. U azaldan odam yeb boqmagan. Dada. Lekin to'g'ri, biz oqshom otni ishkirga akirib olgan. Amerika shiri shuni deb kelgan nima asli? Otni yeymi deb kelgan bo'lsa kerak. Shunga men uningga qurolni taqdim emasmi? Haqiqiy dada bo'lishga munosibkansiz. Unchalik sizga nima demoqligingizga rahmat. Ot saqlagandi. Oh, mang'ayli. Undaq bo'lsa biz mang'ayli. Xo'sh. Lekin men uyg'onsam dadam qattiq uxlab etibdi ekan-ku. Yo'q, men yolg'ondan uxlab elib uni kuzatdim. Ondan qurolni qo'limga elib, mana qilib. Bildim dada. Rahmat sizga. Tamoqni tez yeb yo'lga chiqayli. Bo'ladi. Tamoqni yeb yo'lga chiqayli. Ataqdan o'saklar bo'rankaga yetib boramiz. Mang'ayli. Uzungu so'zilgan safar oyoqlashay deb qoldi. Marko daryo bo'yiga kelib bir oz aram oldi. Bo'rankaga berib opsini ko'radigan minutlar oz qoldi. Buningdan Marko intayin xushal edi. U yo'l ustida Bo'rankadan shimolga qarab ketayotgan italiyaliklardan opsiga munosabatlik muhim yip uchini anglaydi. Keyingi qitimda xayr xo'sh degan qismini ko'ringlar.